Fazilat tərbiyəsi ata-anadan başlandı namlı kitabının davamı huzuringlarda. Mikrofon aldida Alinur Abla Seydar. Bala tug'ilishdan avval kishilar odatda odamning hayoti tug'ilgan vaqtidan boshlandi deb qaraydi. Mening dadam bo'lsa, ma'lum ma'nodan aytganda bir balaning kishilik hayot yo'li amaliyotda ona qo'rsoq ko'tarishdan burunla boshlangan bo'ladi. Chunki balaning tug'ilgandan keyin yaxshi badan safosiga, yaxshi oila muhitiga ega bo'lish bo'lolmasligi ota-onaning safosiga bog'liq bo'ladi deb qaragan. Dadam garchi tarbiyaning balaning umrlik taraqqiyotini belgilaydiganligini takror ta'kidlasimi, ammo tug'ma safaning balaning hayotidagi muhimlik darajasini inkor qilmaydi. Mas'uliyatchan ota-ona bola tug'ilishdan avvalla to'liq tayyorlik ko'rib qo'ydi deb qaraydi. Dadamning qarashicha, bola tug'ilishdan burun ota-ona o'zining ruhiy va jismoniy sog'lomligini asrashi, sog'lom badan va pok ma'naviyatni yetildirishi, yaramliq avlodlarni tarbiyalashga munosabatli bilimlarni egillash kerak edi. Nurg'un ota-onalarning bu nuqtaning muhimligiga bo'lgan tonishi yetarli emas. Ular hamma ishlar tabiiy qonuniyat bo'yicha yurishidi, tayyorlikning keragi yo'q deb qaraydi. Amaliyotda bu bir xil xato ko'z qarash. Fiziologiya nuqtasidan aytganda, homilning sog'lomligi ota-onasining badan safosi va onaning homildorlikdan keyingi yemak ishmigi, kundalik turmush odatiga bog'liq. Apam men qo'rsoq ko'targandan keyin dadam uning mashg'ulot jadvali bekitib, apamni amalning boricha qonuniyatlik turmush kechirishga yetaklagan ekan. Mening tug'ilgandan keyin sog'lom badanga ega bo'lishim uchun dadam apamga hamroh bo'lib, sap avoliq dalada sayli qiladi ekan. Dadam kanat bostirib bo'lib, kirimi yo'qir emas ekan. U apamni ozuqliq qimmati eng mo'l bo'lgan yemakliklar bilan ozuqlantirish uchun uyning boshqa chiqimlarini qisqartib etgan ekan. Akam o'lib ketgandan keyin apam bir mazgil qayg'u ichida qolgan. Men qo'rsoq ko'targandan keyin u xo'shal bo'lish bilan birga yana biror tasodifilik yuz berib qolarmi deb ansirabli yuribdi. Dadam apamning kayfiyatining qandoq bo'lishi, homilning sog'lomligiga bevosita ta'sir ko'rsatadiganligini bilgachga, apamga burunqidan bakrak kuyinibdi. Apamning kayfiyati yaxshi bo'lmagan chaqlarda uningga nasihat qilib, nachar kayfiyatdan qutulishiga yordam qildim. Dadam menga azaldan men tug'ilishning oldi-keyinda tatgan jafolarini so'zlab yurmaydi. Bu ishlarni men keyin dadamning qo'l yozmalarini o'qib va do'stlaridan anglab bildim. Nurg'un yillar o'tgandan keyin ayolim Margetmo homildor bo'ldi. Dadam bu xabarni anglagandan keyin menga xat yozib, nurg'un foydali maslahatlarni berdi. Margetning kashki tomoq vaqtida o'zim haraq ichadigan odati bor edi. Dadam xatida homildor ayollar haraq ichsa, homilning sog'lomligiga intayin ziyonli ekanligini eskartibdi. U xatida mundaq yozgan edi: Sağlam bu vaqt tug'ish uchun ona bo'lg'ichi munosabatlik ozuqliq bilimlarini bilish kerak. Har qanday ona bo'qining haraq ichishini, hazm qilish tas bo'lgan yemakliklarni yeyishni xohlamaydi. Halbuki o'zi homildorlik mezgilida bu xil narsalarni iste'mol qiladi. Bu amaliyotda homilga ziyonli narsalarni vositalik holda yegizgan bilan barobardir. Ayolim ikkimiz dadamning nasihatiga quloq soldik. Ham dadamning qo'l yozmalaridagi bola tarbiyasiga oid qismini yana bir qatim inchikilab o'qib chiqdik. Dadam xatida yana onaning ruhiy holatining homilik bo'lgan ta'sirini ta'kidlagan edi. Tug'ilish oldidagi bolamizning kelgusida go'zal fazilatga va haqqoniyatni so'yish ruhiga ega bo'lish uchun Marget doim munavvar asarlarni o'qiydi. Yaxshi ishlarni o'ylaydi. Yoqimli musiqalarni tingshaydi. Biz doim billa go'zal manzarlarni tomosha qilardik. Esil san'at asarlaridan huzurlanardik. Hamisha savobli ishlarni qilardik. Mushundaq qilgandala u yaxshi bo'lgan ruhiy va jismoniy holatni saqlay oladi. Ruhiy va jismoniy jihatda tal-tuk sog'lom bo'lgan bir bola dunyoga keladi. Balaning sog'lom badanga ega bo'lishi bola tarbiyasidagi birinchi qadamla xolos. Eng muhimi balaning davomli sog'lom turishi, ya'ni sog'lomlikni balaning umrlik boyligiga aylantirish. Apam xatida menga bir odam balaliq bo'lmoqcha mukammal kishilik hayotining baxt va qimmat qatlimini his qilolmaydi degan edi. U yana ota-ona bo'lg'ichi o'zlari o'ylab baxmagan nurg'un qiyinchiliklarga yo'liqishi muqarrar ekanligini, shunga ularda to'liq psixik tayyorlik bo'lish kerakligini esimga soldi. Apam yana munolarni ta'kidlagan edi. Nurg'un ota-onalar bolalarini tarbiyalashda bola boqquchi taklif qiladi. Ular layoqatsiz ota-onalardir.
Ota-onaning vazifasi balani bu dunyoga operada qilish emas, eng muhimi balani tarbiyalashdir. Bala tarbiyalash vazifasini cho'qim ota-ona o'z ustiga olish kerak. Chunki balaning muhtoj bo'ladiganini tarbiyalamas, ular yana illiq muhabbatga muhtoj. Odam muhabbatga to'lgan muhitda cho'ng bo'lgandila, ondan go'zal qalbga ega bo'la oladi. O'g'lim William tug'ilganda oilamizning iqtisodiy ahvoli, garchi dadamning ayni vaqtdagi iqtisodiy ahvolidan yaxshi. Bola boquvchi taklif qilishga qurbimiz yetsa-mu, ammo Margaret ikkimiz o'g'limizni o'zimiz bir qo'lliq beqish qaroriga keldik. Ota-onaning xarakteri, hatto chiroy ifodasidan tortib, bolaga ta'sir ko'rsatadiganligi menga ma'lum. Shunga biz bola bilan birga bo'lgan vaqtimizda amal bar xo'shal kayfiyat yaratishga tirishdik. O'g'limiz tug'ilishdan burunla Margaret ikkimiz uningga chiroyli bir hujra tayyorlab qo'ygan edik. Biz uning tug'ilishi bilanla go'zal bir dunyoni ko'rishini, qimmatlik balalik hayotini xo'shal-xo'ram o'tkazishni orzu qilardik. Bola go'zal muhitda cho'ng bo'lsa, go'zallik tarbiyasiga ega bo'la oladiganligiga shaksiz ishondim. Margaret homildor mezgilida xuddi opamdek hamisha uxlash oldida go'zal, yaxshi ishlarni tasavvur qilardi. U bu xil ruhiy holat bilib bilmayli qo'saqdagi bolaga ta'sir ko'rsatdi deb qaraydi. Chunki go'zal tasavvur kishining ko'nglini ko'tarib, ruxsarini go'zallashtiradi. Biz qilgan bu ishlarning hammasi bolaning go'zallikni his qilish iqtidorini baldiroq echish va taraqqiy qildirish uchun edi. William tug'ilishdan burun men uning uchun kitobxona uyimni bekorladim. Bu bizning uydagi eng yaxshi uy bo'lib, havosi sap, kunga edi. Bolaning ko'ziga orom bo'lsin uchun tomga navat ranglik tom qog'oz chaplatdim. Men olgan karvat yopqichig'imi rangdor mevalar, gullar va kichik hayvonlarning surati tushirilgan edi. Dadamning taklifiga asosan tomga yana o'zim yiqqan har xil san'at buyumlarini esib qo'ydim. Men balamning har kuni attiganda uyg'onib, ko'zini ochibla go'zal shaylarni ko'rishini, shu orqali go'zallikdan huzurlanish iqtidorining eshishini orzu qilgan edim. Margaret ikkimizning William uchun qilganlarimizning hammasi dadamning yo'l ko'rsatishi bilan bo'lgan edi. Dadam balaga eng burun tarbiya berguchi maktabdagi muallim bo'lmasdan, balki balaning dadasi bo'lish kerak degan edi. Ota-onaning saposi va ularning har bir so'z harakati balaga bevosita ta'sir qilib turadi. Balamizni sog'lom odam qilib chiqish uchun ota-ona bo'lg'ichi bizlar cho'qim sog'lom bo'lishimiz kerak. Balalarimizni yaramliq va oliyjanob odamlardan bo'lsin desak, biz ota-onalar oldi bilan ana shundoq yaramliq va oliyjanob odam bo'lishimiz kerak.